Yana akam qachon kelar ekan deb so'ramadingizmi? Akangizmi? Ular hush toblaganda uyga keladilar. Ular uchun oila ikkinchi darajada-yu. Lekin akamga havasim keladi. Sizda ayoli bor, qaraganda ko'zni quvnatadi. Afsuski, shu narsalarni qadriga yetadigan odam yo'q-da. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Ocha qolmaysanmi tez? Ukamni qo'yib bitti. Assalomu alaykum. Aka, yaxshi keldingizmi? Vaalaykum assalom. O'tir. Ukam mana shunday yuz qo'lim yuvib chiqing, qari. Choy poylan to'g'rildi tez. Yaxshi keldingizmi, adasi? Rahmat. Ko'cha ham siyotibdi ukam. Ha, nimasini aytasiz aka? Ko'cha ham 50 bo'yotibdi. Shunaqa qizdiryapti, men ham zo'rg'a kelib oldim. Ne bir og'iz telefon qilmading, kuyovim aka deganingda osh qilib stolni chiroyli qilib yasatib qo'ygan bo'lardi. Adasi, siz ham qizuvsiz, jigarni yuvib olgandan keyin kelaveradilar-da, sizdan so'rab keladimi? Ukam, hozir ozgina ishim bor edi. Nima masala bo'yicha keluvding? Yo'q, masala emas, просто tinchmisiz, qanaqasiz deb ko'rgani keldim-da aka. Kelib yaxshi ish qilsan ukam. Ancha jigarchini ham esdan chiqib qoluvdi. Unda mana bunaqa ish qilamiz, qara. Shanba kuni meni vaqtim bor. Bir kelsang, xudo xolasa, keling bir qo'lini o'ynatib oshqa beradi. Nima deysan onasi? Ukangizlardan osh aylansin. Qo'llarim o'ynatib osh qilib beraman, adasi. Xafa bo'lmaysan. Shoshilib turibman. Mashinang bormi? Bor. Xolasang olib borib qo'yardim. Yo'q, bo'ldi. Bemalol yetib olavering. Kene, mashinam kaliti qolib ketgan ekan. Shuni olib bera olasizmi? Kalitingiz spalnida turibdi. Xohlasangiz kirib o'zingiz oling.